Assalomu alaykum hammaga. Bugun o'quvchilarimizdan nima uchun aynan Arizon o'quv markazini tanlaganligi haqida so'rovnoma o'tkazamiz. Qani ketdik. Nega aynan Arizon? Chunki bu yerda men natija ko'rdim. Oldingi kurslarimdan ko'ra shu yerda ko'proq natija ko'rdim. Shuning uchun men bu yerda tanladim. Bu yerda ko'plab fanlar va tillar bor. Bu yerda qiziqarli darslar bo'ladi, ham ustozlar darajasi ham yaxshi. Nega aynan Arizon? Bu yerda yaxshi o'qitadi deb eshitgandim. Kelgandim. Haqiqatan yaxshi o'qishar ekan, o'qituvchilari yaxshi o'tar ekan darslarni, qiziqarli. Zerik kelsa o'yinlar o'ynatishadi. Haftada 5 kun bo'ladi. Zo'r o'tar ekan. Nega aynan Arizon? Chunki Arizon universitet bizga barcha sharoitlar yaratilgan. Masalan, biz 3 kun asosiy darsimizga keladigan bo'lsak, yana 3 kun biz qo'shimcha darsga kelib, o'z vazifalarimizni bajarib, ertasi kunga tayyorlanishimiz mumkin. Yana bu yerda ingliz tilidan tashqari boshqa fanlarimizni qilib olishimiz, qo'shimcha speaking darslarida o'z ustimizda ishlashimiz ko'p bo'ladi. Aynan Arizon. Arizon o'qish markazini yaxshi o'qitadi deb aytishdi. Keyin haftasiga 5 kun bo'ladi dedi. Shunga Yoqdimi? yoqdi, yaxshi o'qitishar ekan, haqiqatan ham Natija bo'lyaptimi? bo'lyapti.